Andijonda g'alaba, yana 5 o'yinda durang natijasi qayd etilgan. O'zaro o'yinlarda mash'alda raqamlar yaxshiroq. Andijon esa o'ng qanotdan hujumga o'tib, pas, zarba va gol! Po'latxo'ja Xoldorxonov Andijon jamoasi tarkibida raqib tashrif buyurishgan. Mash'al tarkibida darhol o'zgarish. Ifyani maydonni tark etmoqda. Hujumni takroran ko'ramiz. Ashortiya golli pasni amalga oshirib berdi. Po'latxo'ja Xoldorxonov bosh bilan raqib darvozasiga to'pni joylab qo'ymoqda. Xoldorxonov imkoniyatdan maksimal foydalandi. Himoyachilar uni qo'riqlay olishmadi. Darvozabon yaqin burchakni yopa olmadi. Golni takror va takror bizga taqdim etib berishyapti. Yaxshi hujum, sifatli hujum. Sifatli gol ko'rdik. Bu golga aytayapman-ku, muxlislarning o'sha hayqirig'i yetishmadi.